Menga power bo'lish kerak-da, lekin menga bosim beradi kamera. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? So'ringiz yaxshimi? Rahmat aka. Yo, ismalloq ichida. Yes. No. We don't know. This one is not ours. Mana baliq hidi biroz nitoroq chiqyapti. Menga uncha nitoroq chiqyapti, bilmadim hozir ta'mi qanaqa bo'ladi. Assalomu alaykum. Yomg'irli Turindan yana bitta video olishga qaror qildik, xudo xohlasa. Bugun Yevropadagi studentlar qanaqa qilib ovqatlanishadi. O'zi hamma universitetlarda bufetlar bo'ladi-ku, shu bufetlar sistemalashtirilgan bu yerda. Shuni bir ko'rsatib berishga qaror qildim, xudo xohlasa. Nomi Mensa deyiladi, oshxonaning nomi Mensa deyiladi. Italiya davlatini hududlarga bo'lishgan ekanda, shu hududlarni har birini o'zining oshxonasi bor studentlar uchun. Hozir biz joylashgan Turin shahri Piemont hududida joylashgan, ya'ni Piemont regionida joylashgan. Piemont regionida joylashgan oshxonalardan biriga kelyapmiz hozir. O'zi mensalar ba'zilari universitet oldida joylashtirilganda faqat studentlar kiradi. Odatda studentlar va o'qituvchilar kiradi, lekin hozir biz kelayotganimiz ishchilar uchun ham ekan. Davlat tomonidan subsidiyalashtirilgan, ishchilar uchun ham mo'ljallangan joy ekan. Xulosa sizlar ko'rsatib bergan bo'lamiz. Keldik. Dock Self Service degan joy. Demak, mana ichkariga ham kirib oldik. Xuddi O'zbekistondagi bistrolarga o'xshab, patimiz olamiz, nonni qo'yib olamiz va aylanib birinchi ovqat, ikkinchi ovqat, keyin bu yerdan salatlar yoki mevalar olib, patimizni to'ldiramiz demak. Ketdik. Buongiorno signore. Buongiorno. Qualcosa vegan? Guarda, questo. Questo vegan? Ok. Però qua c'è acciuga. Cosa? Acciuga. Acciuga qua. Sì, pesce va bene, Vuoi sì. il fish intero? Dato così? Sì, questo. Ok, questo. Ok. Scusa, prima volta, scusa. Ah, bravo. Venite pure. No, inizia con la carbonara. Formaggio. No formaggio. Prego. Grazie. Ciao Titi. Demak, mana birinchi ovqatimizni oldik, endi ikkinchisiga nimadir olamiz, xohlasa. Buongiorno signor. Free. Sì, patatine e pesce? C'è pesce? Pesce spada. Ok, pesce. L'acqua e poi si fa anche così. Grazie mille. Ciao, sei a posto? Ciao. Demak, ikkinchi ovqatimizni ham oldik. Baliq oldik ikkinchisiga. Endi meva yoki shirinlik olishimiz kerak. Meva olsam kerak menimcha. Fai un piccato. Guarda che bordello che fa. Prendo pochi pasta, perché è concentrato una cosa alla volta può fare. È concentrato per cazzo, quindi Demak, bu yerda vilka, salfetka, stakanga o'xshagan narsalarni oldik. Suvni ichkaridan olamiz. Hozir to'lov qilishimiz kerak. Application bilan to'lov qilamizda, xudo xolasa keyin stolimiz tomon yo'l olamiz. Buongiorno signor. Ciao. Posso prendere ketchup? Grazie mille. Ciao, è già passato, aspetta. Sì, già Ok. Questo è vero. Grazie. Così con Grazie mille. Xo'sh, demak, mana ichkariga ham kirib oldik. Ovqatlarni olib kelib, hamma narsani yig'ib oldik. Shu общий hamma ovqatlarning narxi 3 euro ekan. Uning ichiga demak, birinchi ovqat qanday ko'rsatayim? Birinchi ovqat, demak, ikkinchi ovqat, meva oldim yoki bunaqa butun meva olsam ham bo'lar ekan. Men o'zimga meva oldim. Cheklanmagan ichimlik bor ekan, demak, ikkita ketchup, non. Endi non O'zbekistonnikiga o'xshamaydi, to'g'ri? Mana shu QR kodni sken qilsa, menyularni ko'rsa bo'lar ekan. Har kuni har xil ovqat bo'ladi, lekin ovqatlar takrorlanadi. 2 kunda bir, 3 kunda bir, lekin umuman mana shu QR kod bilan
bugun nima ovqat qilinayotganini demak bilib olsak bo'ladi kelishdan oldin. Birinchisiga odatda pasta bo'ladi. Pastani veganidan so'rasak, vegandan so'rasalaringiz musulmonlar uchun okey bo'ladi. Ikkinchisiga odatda go'shtli narsalar bo'ladi. Garnier bilan yoniga nimadir. Biz free bilan baliq oldik. Baliq so'rasalaringiz bo'ladi. Baliqni yeyish okey bo'ladi, ya'ni. Boya bakalni bo'shagandik, keyin bakalni to'ldirib kelamiz. Burchakda suv soladigan joyi bor. Hozir buni men bir marta bo'shataman, o'sha vaqtda borib ko'rsataman, xudo xolasa. Xo'p, endi eng qiziq joyi demak ovqatni tatib ko'ramiz, qanaqa ekan. Mana baliq hidi biroz nitoroq chiqyapti. Menga uncha nitoroq chiqyapti, bilmadim hozir ta'mi qanaqa bo'ladi. Demak, birinchi ovqatimiz pasta. Ismalog'li pasta ekan. Ismalog'li makaron. Ichiga mana kichkina chili pomidorchalar qo'shilgan. Yaxshi, juda ham puliga yaxshi, 3 yevroga. Menimcha bundan ortig'ini kutish menimcha biroz noto'g'ri bo'ladi-yu. Xo'sh, endi ikkinchisini tatib ko'ramiz, balig'ini ayniqsa. Mana bismillah. Men boya bunga shubha qilgan ekanman, bu menimcha eng zo'r ishi bo'lsa kerak ichida baliq. Ustiga tuna baliq grill qilingan, pishirilgan, dimlab pishirilgan deyiladi. Anaqa bo'ladi endi. Ustiga limon qilingan, zelenlar bilan. Chotki. Frilari. Odatiy free. O'z bilan ovqatlanish joylari 20-asr oxirida paydo bo'lish boshlagan ekanda. Italyanning turli hududlaridagi har xil odamlar boshqa shaharlarga ko'chib o'tish ko'paygan ekan o'sha vaqtda, o'sha davlat birlashishi bilan bog'liq bo'lgan. O'sha vaqtda talabalar uchun endi qaysi tomonda moddiy yordam bo'lsin deb shu mensalar tashkil qilingan ekan. Odatda universitet yaqinidagi mensalarda asosan studentlar bo'ladi. Asosan talabalar, o'qituvchilar bo'ladi, lekin hozir kelgan joyimizda ishchilar ham bor. Ya'ni davlat tomonidan subsidiyalangan ovqatlanish joyi desak bo'lar ekanda, mensalar demak. Hozir bu yerda faqat talabalar emas. Bilam zavod ishchilaridir, qanaqadir korxonada ishlaydigan ishchilardir, ular ham kelib obedini shu yerda qilib sekin ishxonaga yana qaytishadi. Ikki mahal ovqat bo'ladi, zavtrak yo'q bu yerda. Obed qilish mumkin, tushlik qilish mumkin, kechlik qilish mumkin mensalarda. Har bir stipendiya olgan studentda o'zi application ichida akkaunti bo'ladi, mensa akkaunti. O'sha talaba tomonidan ochilgan mensa akkauntdan puli to'lanadigan bo'lsa, odatda 3 yevro, 2,5 yevro bo'lar ekan, o'sha chegirma qilingan narxi. Lekin oddiy ishchi masalan ko'chadan kelib odatiy odam ovqatlanaman desa, ularga 7 yevrodan 10 yevrogacha mensan turiga qarab narxlar har xil bo'lar ekan. Ovqatni u yoq bu yoq tugatdik. Birinchisini uncha yegim kelmadi, ochiq. Ikkinchisi zo'r ekan, lekin baliq bilan free. Endi mevani ko'ramiz endi. Shu qulupnayda. O'zbekiston Toshkentda bistrolar bor-ku, o'shan bilan bir xil desa ham bo'ladi. Faqat shu bistrolar, tasavvur qilingizlar, bistrolar studentlarga chegirma bergan. Xuddi o'shanaqa joy, xuddi o'shanaqa patniz bilan yurib ovqat tanlaysizlar. Hamma o'z-o'ziga servis xizmat.
Shu bistrolarga o'xshatsa bo'ladi. O'z birinchi kirganlaringizda bo'sh stakan bo'ladi. Bo'sh stakan bilan bu yerga kelasizlar. Bu yerda alif o'yinlar, misol uchun ovqatga yog' solaman deyishlaringiz mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. O'sha vaqtida boshida shular hammasi bor yoki ovqatlaringiz issalaringiz bo'lardi, mikrovolnovka. Ustiga sepishga zira, pira, shunga o'xshash narsalar. Bu yerda suvlar bor. Aranja, Fanta desak bo'ladi, kola, gazzosa bilan chinotda nimaligini bilmayman. Ikki xil suv bor. Boya kola ichganda menda aranja ichib ko'ramiz. Narxini solishtirmoqchiman-da, prosta. Masalan, non puli bilan hisoblaydigan bo'lsak ham 3 euro bo'ldi mana shu olgan narsalarimiz hozir. Bitta bagetni narxi Italiyada masalan bitta nonning narxi 50 sentda. Shunda 6 ta nonning puliga ovqatlanish bo'lyapti. Kamiga meni birinchi ovqatim qolib ketdi. 2 kishi kirsa ham 3 euroga o'rtacha ovqatlanib chiqib ketsa bo'lar ekanda. Masalan, bu joydan tashqari boshqa joyga Italiyada ko'chada ovqatlanish uchun kirilsa, deylik, bitta pizza kebab olinsa 10 euro, 11 euro da, 2 kishi kirsa 20 euro bemalol ketib qoladi-da. Hozir 2 kishi kirdik masalan 6 euroga ichimligi, noni, hamma narsasi ichida, masalan, hattoki shirinligigacha bor-da, hammasi ichida yeb chiqib ketyapmiz 6 euroga da. Demoqchiman, juda ham arzon. Narx juda ham arzon, odamga juda ham yoqadi, juda ham qulaylik beradi odamga deylik. Ovqat yeb bo'ldik mana. Ovqat yeb olgandan keyin patizlarni nimaga tiqib qo'yishimiz kerak faqat. Hoppa. Tiqib qo'yamiz. Ortgan hamma narsasini o'zlari ajratishib, keyin одноразовый idishlarni musorga, qoshiq yelkalarni yuvib, yana toza joyga qo'yib qo'yishadi. Ovqatlanishni ham tugatdik mana. Soat 3 gacha ishlar ekan. 3 dan keyin yopilib, kechga taraf ochilar ekan yana. Ujinga. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib berishga harakat qildik. Video yoqgan bo'lsa like bosing. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.